Mana shu qo'limda turgan oleandr gulining kichik bir ko'chati ko'rib turganingizdek, uni tuvakda o'stirganmiz. Agar buni yerga ekib yaxshilab parvarish qiladigan bo'lsangiz, har qanday aholiga o'zgacha go'zallik bag'ishlovchi ko'rkam bir gulga aylanishi mumkin. Mana qarshingizda ko'rib turibsiz, xuddi mana shu ko'chatdan paydo bo'lgan oleandr gulining daraxtsimon katta bir ko'rinishi. Bu gulni parvarishlayotganimga bu yil 4 yil bo'ldi. Aprel oyidan boshlab ko'rib turganingizdek chiroyli bo'lib ochilgan. Aprel oyi, may oylarida guli nihoyatda ko'p edi. Endi borgan sayin siyraylashib boryapti. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi, oleandr gulini qishdan qanday chiqarasiz deb. Buni qishdan chiqarishning oson bir yo'li bor. Mana yana bir yonimda oleandr guli ochilib turibdi. Buni ekkanimga 2 yil bo'lgan. Ko'rib turganingizdek ko'rkam, chiroyli. Qishdan o'ramasdan yaxshi chiqarib olishning bir qancha yo'llari bor. Masalan, mana shu oleandr gulimizni olib ko'raylik. Mana tanasini ko'ryapsiz, tagidan boshlab barglari to'kilmagan. Qishdan chiqarish uchun eng avvalo mana shu tanani pishirish kerak. Tanani pishirish uchun mana tagidagi barglarini bitta qoldirmasdan olib tashlanadi. Mana ko'rib turibsiz, barglarini olib tashlayapman. Mana shu barglari olib tashlagandan so'ng quyosh nuri ko'rib turganingizdek mana tanasiga bir tekis tushadigan bo'ladi. Tanaga tushgandan keyin kuz oyigacha tana pishib yog'ochsimon ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, yog'ochsimon ko'rinishga kelgandan keyin xuddi mevali daraxtlar singari bu ham har qanday sovuqqa chidamli bo'ladi. Qish paytiga borib buni o'rashingiz ham shart emas. Mana shunday ochiq holda qolsangiz 10-12 darajagacha bo'lgan sovuqqa chidamli bo'ladi. Oleandr gulini ko'chatlari menda hozir cheklanmagan miqdorda mavjud. Buni rangi malina rang deyiladi. To'q qizil rangda. Bundan tashqari narigi tomonda yana turibdi, novotsimon rangi ham bor. Har ikkala rangini ham ko'chatlari hozirda menda mavjud. Agar sotib olib hozirdan parvarishni boshlaydigan bo'lsangiz, qishdan eson-omon chiqarishingiz hamda xuddi mana bu gul singari daraxtsimon ko'rinishga keltirib olishingiz mumkin.